Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Go'shtlarimizga bitta baho berib qo'yasizlar. Go'shtlarimizga. Xo'p, 2026-yil 23-yanvar tong soat 5:00. Xo'p, joyimizni bitta eslatib qo'yamiz. Yashil koddan chiqib qo'yasiz. Qaysi eshikdan kirsangiz ham 3-qator. Xo'p, aksiyamiz ketyapti. Mana shu videoni maksimal darajada yaqinlarga uzatib qo'yasizlar. Mana shu videomiz qancha ko'p prosmotr bo'lib, qancha ko'p layk yig'sa, kelayotgan ro'za Ramazon oylariga go'shtimizning narxini o'zingizlar kelishib belgilaylik, necha pul qilishni arzon qilamiz, xudo xolasa. Go'shtimizni hozir bitta kesish jarayonini ko'rsatib qo'yamiz. Soat 4dan 5gacha bo'lgan vaqt ichida mana go'sht ko'rsatib qo'ying. Pichoqni qo'lingizga beramiz. Bozorda hech kim qilmagan ish. Go'sht yetgan joyingizdan kesib olaverasiz mana. Xolasiz bunaqasiga, xolasiz eniga. Farqi yo'q mana. Go'shtga baho berib qo'yasizlar. Narxini 125 ming qilib belgiladi. Yaqinlarga sroch uzatib qo'yasizlar. 10 kiloga yaqin atrofida dastavkamiz bor. E'tiboringiz uchun rahmat.